Deyardim. Nima uchun? Savolim savolim bor. Yaxshimisiz? Qarang. Sevgan qizingizni 1 yil umri qoldi. Uylangan bo'larmisiz? Yo'q. Uylanmaysiz. Yo'q. 1 yil umri qolgan. Unga uylangan bo'larmisiz? 1 yil. Yo'q, uylanmagan bo'lar. Uylanmaysiz. 1 yil umri qoldi. Uylangan bo'larmisiz? Yo'q, yo'q, emas. Unga uylangan bo'larmisiz? Bilmadim to'g'risi. Bilmaysiz. Yo'q. Uylangan bo'larmisiz? 1 yil. Yo'q. Uylanmaysiz. Rahmat. Saloli. Savolim bor, qarang. Yetingizda 1 yil umri qoldi. Unga yerga tegan bo'larmisiz? Deyardim. Nima uchun? Yaxshi ko'rganim uchun, u bilan yana ko'proq vaqt o'tkazish uchun. Rahmat. Yetingizda 1 yil umri qolgan. Yerga tegan bo'larmisiz? Ha, albatta. Tegan bo'lar. Ha, 1 yildan keyin o'lib ketadi. mayli. Tegan bo'larmisiz? Ha, bo'lardi. Deyapsiz. Nimaga? O'sha 1 yil qolgan umrini yaxshi o'tkazish uchun, mazmunli sarflash uchun tegan bo'lardi. Tegan bo'lar. Ha, yaxshi xotiralar qolishi kerak-ku insonda. Yerga tegan bo'larmisiz? Ha, tegan. Nima uchun? Yaxshi ko'rgandan keyin teganda. 1 yil umrini bir umr qizga o'tkazadi.